Mana o'sha kaketga har doim qizlar matoni bo'yiga bichiladi, eslangda qolsin. Mana 10 sm qoldiramiz. Va mana shu chiziqdan bu yog'iga yelka kengligidan qo'yib olamiz, albatta o'zimizni o'lchamimiz, razmerimiz bo'yicha. Kaketga uzunligi 26 manda. Oldi ochilishi 16. Yelkadan 3 sm belgilab ichkariga belgilaymizda. Mana shu belgilagan 26 miz bilan buni aylana qilib chizib olamiz. Xuddi shu aylanani bu tarafga davom ettiramiz buni. Ochilishni esa mana shu joyga tugatamiz. Kaketkani mana shu formaga keltirib kesib olamiz. O'rtasini belgilab qo'yamiz. Buni ham belgilab qo'yamizda. Bog'lab qo'yamiz mana. Ikkinchi tarafini bichamiz. Mana o'rtasi bilan buni o'rtasini belgilaymiz. Buni o'rtasi bilan buni o'rtasini belgilab qo'yamiz. Aksariyat qizlar kassoy bichganda material ekanini qilaman deb mana bu holatda bichar ekan. Bu juda ham xato. Sababi bir kiyganda yaxshi turishi mumkin, bir marta yuvgandan keyin etagi bir tarafi osilib, valan hosil bo'ladi, ya'ni baland past bo'lib qoladi. Kassoy yubka, kassoy ko'ylak qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar matoyimizni 45 gradusga xuddi shu ko'rsatgandek qilib yoyib olamiz va bundan kelib chiqib bichamiz. Kaketkani joylab olamiz. Endi qopqisini tichishni boshlaymiz. Mana shu joydan 3 sm ajratib olamizda, etak qopiga mana birlashtirib kelamiz. 5 sm qilib olamiz. Yelkani qiyaliga mana pro'yma uzunligini tushib olamiz, ya'ni ko'krak oynasini 4 ga bo'lib 23. 26 qilib mana o'yindisi pro'ymalarni yelka qismi chiqarib bo'lganimizdan so'ng endi etak qismiga keldik. Etak qismi qizlar, agar polni oladigan bo'lsak, etak juda ham kengayib ketadi. Shuning uchun mana ko'krak qismidan pastga 10 sm tekis tushamizda. Bu o'ndan keyin etakni kengligini umumiy uzunlikka qo'yib, mana shu joydan kengaytirib olamiz. Bir yo'l materialni borini ko'rsatib beraveraman sizlarga. Pro'ymadan 10 sm tekis tushdim va etak kengligini umumiy uzunlikka belgilab, qiya qilib yurgizib qo'ydim.